Bugun sizlar bilan Mirzo Ulug'bekda joylashgan Iso mehmonxonasi haqida gaplashamiz. Bizning mehmonxonamizga kelib dam olib ketishinglar uchun sizlardan atigi bir dona pasport yoki prava talab qilinadi. Ortiqcha hujjatlarning keragi yo'q. Bizning Iso mehmonxonamizda jami 25 taga yaqin xonalarimiz mavjud bo'lib, xonalarimiz o'zini qulay zamonaviy sharoitlariga ega. Narxlari 250 ming so'mdan 400 ming so'mgacha. Mana bu xonamizni ko'ryapsizlarmi? Ixcham bo'lishiga qaramasdan, barcha qulaylik sharoitlarni o'z ichiga olgan holatda narxi 250 ming so'm. Iso mehmonxonamizda shunaqa 2 kishilik ixchamgina hamma qulayliklarni o'z ichiga olgan shunaqa xonamizning narxi 300 ming so'm. Bizning mehmonxonamiz Mirzo Ulug'bek tumani Sirdaryo 15A da joylashgan. Agar sizlar ushbu lokatsiyaga tushmagan bo'lsanglar, opisiyaniyada qoldirilgan ushbu raqamlarga murojaat qilasizlar. Biz sizlarga Telegramdan lokatsiya tashlab beramiz.